Mexanika korobkali Sparkning yili balandrog'ini gazi bilan so'raganlar uchun bizda to'g'ridan to'g'ri egalaridan navbatdagi Spark avtomobili 2020-yilda ishlab chiqarilgan, ikkinchi paysi mexanika korobkali, bosib o'tgan masofasi probegi 120 ming kilometr. Mashinaga 3-pokoleniya metan gaz o'rnatilgan, texnik holatlari ham yaxshi holatda ekan, akkuratni haydashgan, balonlar holati ham hali yaxshi, bemalol yursa bo'ladi. Oldi balonlari ham sveji turibdi. Saloniga keladigan bo'lsak, matoviy salon, plastmassalar qirilib ketmagan, sidеньялар cho'kib qolmagan, yaxshi holatda turibdi. Urinib qolmagan salon, hidlanib ketmagan, sasib ketmagan, аккуратный, приятный salon. Hop, mashinaning kraskasiga keladigan bo'lsak, oldi shofyor eshigi yangi qo'yilgan, shpaklovka qilmaslik uchun. Orqa eshigida pitno sepilgan va orqa krilosi raqdan past sepilgan. Suyaklari, stoykalari but-butun, bemalol tekshirtirib olishingiz mumkin. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi $6200. Mashina faqat naqd pulga sotiladi. Telefon raqamlarini har doimgidek video описаниесida va video kommentariyasida qoldiramiz. Qiziqqan aloqaga chiqinglar, kelinglar, ko'ringlar, baraka qilib olib ketinglar. Manzil Toshkent shahar.